Ana hozir Xushnud qoraqalpoqlik yigit. Diagnostika qilib ko'rdim mashinani. Diagnostika kirmadi. Pribорный panelda mana shunaqa holat bor mana. Endi ketdi davom etamiz. Mani bolalar bitta shug'ullanishlar. Men o'tib ketaylar yoqqa. Vo, bittasini topdim. Malades. Buni ustalar kovlaganmi yo'lda, Buni ustalar kovlagan. Qani? Nima deysiz bo'ladi? Bu ishing yaxshi, yomon emas. Lekin sen tavakkalizm bilan ishlash boshlading. Sen elektrosxema bo'yicha ishlashing kerak. Yo'q, mashina zavod bo'lmayapti. Tekshirganing yaxshi, yomon emas. Lekin noto'g'ri. Bu tavakkalchilik bilan boshlading-da sen ish. Buni точно diagnostika qo'yish kerak. Nima qilish kerak mana? Mashinani ortiqcha tit tashamasdan topish kerak. Mani ish prinsipi shunaqa. Bir xilla yechib tashab, simlarni tit tashab, torpedkalargacha sochib tashlaydi-ku ustalar. Unaqa emas. Shunaqa ish qilginki, akkuratniy, что sen ishlaganing bilinmasin, bittada topib qo'yish kerak. Davay, destet qilamiz. Mayli endi sizlarga birinchi safar qiyin bo'lishi mumkin. Yarim soat vaqt ketdik. Topib, meni chaqirasizlar.